Insoniyat tarixidagi eng qadimgi va nihoyatda qo'rqinchli hodisalardan biri bu chaqmoq va undan keyin eshitiladigan gumburlashdir. Bu hodisalarni biz nafaqat momaqaldiroq vaqtida, balki vulqon otilishlarida, yirik dovullarda, kuchli o'rmon yong'inlarida va hatto atom bombalarining portlash vaqtida ham ko'rishimiz mumkin. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda chaqmoq nima va u qanday paydo bo'ladi degan savollarga javob topishga harakat qilamiz. Chaqmoqning kuchi qadim-qadimlardan ma'lum bo'lgan, lekin insoniyat uni asl mohiyatini anglash uchun minglab yillar talab qilindi. Ilm-fan hali o'ylab topilmagan vaqtlarda esa odamzod chaqmoqni osongina ilohiy kuch sifatida qabul qilgan. Turk xalqlari afsonalarida Kayra osmonda chaqmoq ustidan hukmronlik qilgan. Yunon mifologiyasida bo'lsa, Zevs kimnidir jazolash uchun osmondan chaqmoq otgan. Rimliklar chaqmoq urushini Yupiter bilan bog'lagan. Skandinaviya xalqlarida esa Thor o'z bolg'asi bilan osmonga urganda chaqmoq paydo bo'ladi deb o'ylashgan. Hindlarda Indra, Slavyanlarda Perun, qadimgi misrliklarda esa Set xudosi chaqmoq bilan aloqador bo'lgan. Hatto Ink va Maya xalqlarida ham chaqmoq bu samoviy kuch yoki ilohiy qudratning belgisi deb hisoblangan. Bu afsonalar asrlar davomida odamzodning qo'rquvi va hayratidan tug'ilgan. Qadimgi odamlar chaqmoqqa ba'zida hukm, ba'zida jazo, ba'zida esa najot sifatida ko'rishgan. Ayrim madaniyatlarda u yovuz ruhlarni haydaydi deb ishonishgan. Boshqalarida esa chaqmoq hosildorlik va baraka ramzi bo'lgan. Chaqmoq uzoq vaqt davomida ilohiy kuch deb qaralgan bo'lsa-da, qadimgi Yunon faylasuflari uni tabiatida ma'lum bir qonuniyatlar borligini payqashgan. Masalan, Yunon faylasufi Fales chaqmoq ko'pincha baland va alohida turgan jismlarga urishini kuzatgan. Bu o'z navbatida chaqmoqqa bizgacha yetib kelgan birinchi ilmiy kuzatuv hisoblanadi. O'rta asrlarda esa chaqmoq ko'pincha yog'ochdan qurilgan shahar uylari uchun haqiqiy ofat bo'lib, ko'plab yong'inlarni chaqirgan. Natijada bunday shaharlarda ibodatxonadan balandroq bino qurmaslik qoidasi paydo bo'lgan. Chunki odatda eng baland joyda turgan ibodatxonalar tabiiy yashin qaytargichi vazifasini bajargan. Yana bitta qiziq fakt shundaki, u davrlarda oltin suvi yuritilgan gumbazli ibodatxonalarga chaqmoq kamroq urgan. Uyg'onish davrida dengizchilikning rivojlanishi chaqmoqni o'rganishga katta turtki berdi. Dengizda chaqmoq quruqlikka qaraganda ancha kuchli ko'ringan. Shuningdek, momaqaldiroq turli geografik kengliklarda bir xil taqsimlanmagani ham aynan shu davrda ma'lum bo'ldi. Dengizchilar yaqin atrofda chaqmoq chaqqanda kompas ignasi kuchli tebranib, kemani yo'nalishini buzishini ham kuzatishgan. Bundan tashqari, dengizchilar birinchilardan bo'lib, momaqaldiroqdan oldin shisha yoki jun ishqalanishidan oldin bo'ladigan elektrlanish hodisalariga o'xshagan belgilarni ham payqashgan. 17-18 asrlarda tabiatshunoslik va fizikaning rivojlanishi chaqmoq bilan elektr o'rtasida bog'liqlik borligini ko'rsatdi. Bu fikrni amalda isbotlagan inson esa amerikalik olim va siyosatchi Benjamin Franklin bo'ldi. U chaqmoqning aslida elektr zaryadi ekanini taxmin qilgan va bu g'oyani tajriba orqali isbotlagan. 1750-yilda Franklin momaqaldiroq vaqtida uchirilgan varrak yordamida chaqmoqni tutishga erishdi. Natijada bu insoniyat tarixidagi eng mashhur ilmiy tajribalardan biriga aylandi. 19-asr boshlariga kelib, olimlar orasida chaqmoqning elektr tabiatiga egaligi haqida deyarli shubha qolmadi. Nega deyarli? Chunki u davrda boshqa ilmiy nazariyalar ham ilgari surildi. Ammo bu gipotezalar chaqmoq bulutlarda vujudga keladigan elektr oqimi degan fikrni inkor eta olmadi. Natijada chaqmoq elektr energiyasini tabiiy ko'rinish degan ta'rif olimlar hamjamiyatida yetakchi fikrga aylandi. Endi chaqmoq aslida nima degan savolga javob beramiz. Ilmiy jihatdan olganda, chaqmoq bu bulutlar, havo yoki yer orasida hosil bo'ladigan ulkan elektr uchquni, ya'ni atmosferadagi tabiiy elektr razryadidir. Chaqmoq paydo bo'lishining dastlabki bosqichlarida havo bulutdagi musbat va manfiy zaryadlar hamda bulut va yer o'rtasidagi qarshilik, izolyator vazifasini bajaradi. Qarama-qarshi zaryadlar yetarlicha to'planganda bu havo qatlamini qarshiligi yengiladi va bir lahzada elektr razryadi yuz beradi.
Bu yer va bulutlar orasidagi qarama-qarshi zaryadlar sonini vaqtincha tenglashtirib, muvozanatga olib keladi. Biroq bu muvozanat buzilib, yetarlicha zaryadlar to'planganda yana chaqmoq chaqadi. Ko'pchilik o'ylaganidek, chaqmoq faqat bulut va yer orasida hosil bo'lmaydi. Asosan chaqmoq bulut ichida hosil bo'ladi. Ba'zida esa bulutdan to'g'ridan-to'g'ri kosmos tomonga uradi. Natijada tabiatda chaqmoqning bir necha turlari mavjud bo'lishi mumkin, lekin ularning barchasi elektr zaryadlarining harakati bilan bog'liq. Dovul vaqtida chaqmoq avvalambor bulut ichida boshlanadi. Keyinchalik u yerga bo'lgan yo'nalishni tanlasa, havoda ingichka yer tomon ketuvchi elektr kanali hosil bo'la boshlaydi. Buni tasavvur qilish uchun qorli hududdan o'tib borayotgan bo'ri podasini ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. Yetakchi bo'ri baland qorda yo'l ochib boradi. Qolganlar esa u qoldirgan izdan yuradi. Xuddi shunday, chaqmoq o'z yo'lini yetakchilar yordamida topadi, biroq u oldindan qayerga borishni bilmaydi. Yerga taxminan 100 metr qolganda daraxtlar, binolar yoki butalarga o'xshash jismlarga intiladi. Ya'ni elektr oqimi o'tishi uchun eng qulay yo'lni izlaydi. Bu paytda bir nechta yetakchi havoda turli yo'nalishlarda tarqaladi. Ularning har biri o'z kanalini yaratadi va nihoyat qaysi uchqun birinchi bo'lib nishonga yetib borsa, bulutlarda to'plangan ulkan elektr zaryadi aynan o'sha yo'l bo'ylab pastga tushadi. Natijada biz chaqmoq chaqishini ko'ramiz. Daraxtlar, osmono'par binolar va tog'lar chaqmoq uchun qulay nishonlardir, chunki ular yerga eng yaqin elektr bog'lovchi nuqtalar sifatida ishlaydi. Shuning uchun baland joylarga chaqmoq urish ehtimoli ancha yuqori. Ammo bu chaqmoq har doim baland joyga uradi degani emas. Ba'zida daraxtzor yonida turgan ochiq dalaga ham chaqmoq urishi mumkin. Sababi chaqmoq har doim eng qisqa va eng oson yo'lni tanlaydi. Alohida olingan dovulda aynan dala eng qulay nishon sifatida xizmat qilishi mumkin. Biz aytib o'tgan jarayonda va yetakchilar allaqachon mavjud zaryad to'plamlaridan, ya'ni birlamchi chaqmoqlardan boshlanadi. Lekin birlamchi chaqmoqi qanday paydo bo'lishi hanuzgacha fizikada sir bo'lib qolayotgan jumboqlardan biridir. Olimlarga chaqmoq hosil bo'lishi uchun qanday sharoitlar kerakligi ma'lum. Ammo momaqaldiroq buluti ichida elektr zaryadlari qanday to'planadi degan savol hali hamon turli munozaralarga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda eng keng tarqalgan nazariyaga ko'ra, momaqaldiroq paytida bulut ichida graupel deb ataladigan mayda, o'ta sovuq, suyuq suv zarrachalari hosil bo'ladi. Ularning uzunligi bir necha millimetrgacha bo'lishi mumkin. Bu zarrachalar bulut ichida harakatlanib, bir-biri va boshqa muz bo'laklari bilan to'qnashadi. To'qnashuv paytida ularning zaryadlari ajraladi, graupel bir turdagi zaryadni, mayda muz zarrachalari esa boshqa turdagi zaryadni o'ziga oladi. Keyinchalik kichik muz zarralari yuqoriga ko'tarilayotgan oqimlarda bulutni yuqoriroq qatlamlariga chiqadi. Graupel esa pastda qoladi. Natijada zaryadlar ikki qutbga, yuqorida musbat, pastda esa manfiy bo'lib ajraladi. Shu tarzda bulut ichida ulkan miqdorda elektr zaryadi to'planadi. Yer yuzida esa tabiiy ravishda bulutlardagi zaryadlarga qarama-qarshi zaryadlar yig'iladi. Bu ikki qatlam o'rtasida kuchli elektr maydoni paydo bo'ladi. Keyingi zaryadlarning bir lahzalik shiddatli harakati chaqmoqni yaratadi va havoni yorib yerga intiladi. Xuddi shu vaqtda momaqaldiroq deb ataluvchi tovush ham paydo bo'ladi. Chaqmoq kanali ichida energiya shu qadar yuqori bo'ladiki, u atigi bir lahza ichida havoni 50 ming darajagacha qizdirishi mumkin. Bu o'z navbatida quyosh yuzasidagi haroratdan ham yuqori. Bu issiqlik havoni keskin kengaytiradi va portlashga o'xshay zarba to'lqinini hosil qiladi. Aynan shu zarba to'lqini biz eshitadigan momaqaldiroq tovushi, chaqmoqning kuchli ovozini yaratadi. Bu ovoz chaqmoqdan 30 kilometrgacha bo'lgan uzoqlikda eshitilishi mumkin. Ammo masofa ortgan sari ovozning kuchi susayadi. Agar siz chaqmoqqa juda yaqin bo'lsangiz, dastlab yirtilganga o'xshagan qarsillash eshitasiz. Bu sizga eng yaqin elektr kanalining tovushidir. Bir necha soniyadan so'ng biroz uzoqroqdagi kanallardan tarqalayotgan qattiq shiqillash eshitiladi. So'nggi ovoz past, cho'zilgan gurlash sifatida keladi. Natijada minglab chaqmoq kanallarining ketma-ket portlashi siz bilgan momaqaldiroq simfoniyasini yaratadi. Agar chaqmoq sizdan qanchalik uzoqda ekanini bilishni istasangiz, sizga faqat ziyrak quloq va hisob kifoya. Sababi yorug'lik havoda tovushga nisbatan million marta tezroq harakatlanadi. Shuning uchun chaqmoqni ko'rganingizdan so'ng
momaqaldiroq eshitilgungacha o'tgan soniyalarni sanang. Keyin bu soniyani 3 ga bo'lsangiz, chaqmoqgacha bo'lgan masofani kilometrlarda aniqlagan bo'lasiz. Masalan, agar siz chaqmoqni ko'rganingizdan keyin momaqaldiroq 9 soniyada eshitilsa, demak chaqmoq sizdan 3 kilometr uzoqlikda chaqqan bo'ladi. Video avvalida dengizchilar dengizda chaqmoq ko'proq bo'lishini kuzatishgandi deb aytib o'tgan edik. Buning sababi esa namlik hisoblanadi. Chunki nam havo bulutlarda zaryadlarning ajralishini kuchaytiradi. Chaqmoq boshqa hududlarda ham faol uradi. Masalan, tog'li hududlarda bulut oqimlari tez-tez to'qnashadi. Bu esa zaryad to'planishiga yordam beradi. Issiq havo yuqoriga ko'tarilib, kuchli oqimlar hosil qiladi. Bu kuchli oqimlar zaryadlarni ajratadi va chaqmoq hosil bo'lishini osonlashtiradi. Shu sababli tropik mintaqalarda chaqmoqlar juda ko'p uchraydi. Venesueladagi mashhur Maracaibo ko'li yaqinida chaqmoq deyarli har kecha kuzatiladi. Bu joy dunyoda chaqmoq eng ko'p chaqadigan hudud sifatida tan olingan. Aytilgan gaplarga yana bitta dalil sahro hududlarida chaqmoqning kam urishidir. Chunki u yerda namlik juda past bo'ladi va zaryadlar to'planishiga sharoit yaratilmaydi. Ko'rinib turganidek, chaqmoqning paydo bo'lishi to'liq ob-havo sharoitlariga bog'liq. Harorat, bosim va namlik bu chaqmoqning 3 ta asosiy kaliti hisoblanadi. Ular qanchalik o'zgaruvchan bo'lsa, osmon ham shunchalik zaryadlangan bo'ladi. Yana ham ko'proq, chaqmoqning rangi havodagi namlik, harorat va yana bitta qo'shimcha ko'rsatkich, havodagi chang miqdoriga bog'liq. Chaqmoq ba'zan oq, ba'zan ko'k, hatto sariq tusda bo'lishi mumkin. Agar havo quruq bo'lsa, chaqmoq ko'k yoki binafsha rangda porlaydi. Agar namlik yuqori bo'lsa, u oq yoki sariq rangda ko'rinadi. Ba'zida chang ko'p bo'lgan hududlarda chaqmoq qizg'ish tusda bo'ladi. Aynan shuning uchun vulqon otilish vaqtida qizg'ish chaqmoq kuzatiladi. Endi agar momaqaldiroq vaqtida siz ochiq joyda bo'lsangiz, nima qilish kerak degan savolga javob berib ketamiz. Daraxt tagiga yashirinmang. Ayniqsa, yolg'iz turgan daraxt ostiga. Suv havzalari, ko'l, daryo eng xavfli joylar hisoblanadi. Agar avtomobilda bo'lsangiz, eshik va temir qismlarga tegmang. Shunda mashina sizni himoya qiladi. Ochiq maydonda bo'lsangiz, tik turmang, cho'kkalab, boshi egib turing, lekin yotmang. Berkinish uchun eng yaxshi joy binoning ichida yoki temir konstruksiyali avtomobil hisoblanadi. Yana ko'pchilik telefon chaqmoqni tortadi deb o'ylaydi, lekin bu faqat ochiq joyda telefon ishlatishga taalluqli. Asosiy xavfni esa antennalar, kabel, suv quvurlari va elektr tarmoqlaridan kutish to'g'riroq bo'ladi. Bugun biz chaqmoqni qadimiy afsonalardan tortib, zamonaviy ilm-fangacha bo'lgan yo'li bilan tanishdik. Bugungi kunda chaqmoq chuqur o'rganilgan tabiat hodisasidir. Ammo bunga qaramay, chaqmoq hali ham o'zida juda ko'plab sirlarni yashiradi. Ular haqida kelgusi videolarimizda albatta gaplashamiz. Ungacha chaqmoqni kuzating va momaqaldiroqgacha bo'lgan masofani aniqlashga harakat qiling. Ammo ehtiyot bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar. Yana Fantech kanalida ko'rishguncha